Ismim Suhrob, hozir 26 yoshdaman. Bu voqea ancha oldin aytilgandi, ammo haligacha esimda. Akam bilan, ya'ni katta akam Abdumuxtor bilan biz doim olov atrofida yig'ilib turardik va akam shunda menga bir voqeani aytib berdi. Uning ona shahrida, ya'ni Angliyada bir voqea yuz bergandi. Mohir va Fotima ismli aka singillar bir shaharga ketishayotgandi. Mohir juda ham charchagani sababli singli Fotimaga yo'lga qarab ketishini iltimos qildi. Shahar ko'ringanda aytasan dedi. Va Fotima bunga rozi bo'ldi. Ancha vaqtdan so'ng Fotima bir yorug'likni ko'rdi. Ular yaqinlashganlari sari yorug'lik yorug'tirib juda ham yaxshi ko'rinardi. Bu olovda ishlaydigan chiroq edi. Va nihoyat ular mehmonxonaga yetib kelishdi. Shunda Fotima sal shubhalanib qoldi. Ya'ni ko'chadagi chiroq va boshqa. Va bu narsani hal qilgunicha Mohir shunchaki o'ylab ham o'tirmasdan mashinadan tushib ketib qoldi. Shunda Fotima hayron qoldi va uni ortidan mehmonxonaga kirdi. Mehmonxonada olov hidi bilan to'la edi. Shunda Mohir bir qari kampir bilan gaplashib turganida Fotima kelib, "Bu kim?" deb so'radi. Va kampir Mohir va Fotimaga xona berdi. Shunda ular biroz muddat suhbatdan so'ng xonaga yo'lga otlanishdi. Fotima uylab qolgandi. Bu qari kampir yoshligida juda ham go'zal bo'lgan, hozir esa oq sochlari sharfidan tushib turgan, yuzi ajin bosgan, tomirlari shunchaki bir harfga o'xshab chiqib qolgandi. Kampirning qo'rqinchli nigohi uni hayratga soldi. Ular xonaga kelishdi. Xona eski bo'lsa-da yaxshi ko'rinardi. Unda divan, shkafcha va yuvinish xonasi bor edi. Oynadan esa ko'l ko'rinib turardi. Bu juda ajoyib edi. Shunda eshik taqilladi. Ular hayron qolib eshikni ochishganda boyagi kampir ananasi borligini va bu anana oddiy emasligini tushuntirdi. Ular ibodatxonaga borishlari kerak edi. Va Mohir Fotimadan rozi bo'lishini so'radi. Fotima rozi bo'ldi. Ular tunda kampirga ergashib yo'lga chiqishdi. Fotima yo'l davomida boyagi chiroqni ko'rib hayratga tushdi. Biroz qo'rqdi desa ham bo'laveradi. Va ular ibodatxonaga yetib kelishdi. U juda ham ulkan, eski va oldida kreskning rasmi bor edi. Ichkarida esa bir ayol qo'shiq kuylayotgandi. Adashmasam uning afsonadagi ismi Liliya edi. U juda ham baland qo'shiq kuylardi. Mohir, Fotima, kampir Liliyaga qarab turishardi. Fotima hayratga tushdi. Ya'ni Liliyaning har bir qo'shig'ini ovozidan so'ng undan nur dalalardi. Bu nur esa hattoki insonni ko'r qilib qo'yardi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar ular kuzatishda davom etishdi. Fotima unga qarashni xohlamadi. Ammo Mohir uni qo'lidan tutdi va Fotima Mohirga qaraganda u juda ham berilib tomosha qilayotgandi. Fotimaning jahli chiqdi va Mohirga o'zini yomon his qilayotganini, uyga ketish kerakligini majburan yig'lagudek bo'lib aytdi. Mohir kampirga hammasini tezda tushuntirdi va ular mehmonxonaga qaytib ketishdi. Lekin Liliya hali ham qo'shig'ini davom ettirardi. Shunda Fotima xuddi portlab ketgudek his qildi. Uyga kelishi bilan yotib oldi va uyquga ketdi. Shunda juda ham bir yorug'likni his qildi. U majburan ko'zlarini ochdi va ko'rgan narsasidan hayratda qoldi.
tezda u hayron qolgan holatida Mohirni uyg'otdi. Mohir o'rnidan turdi. Atrofda hech qanaqa ibodatxona, mehmonxona, hattoki hech nima yo'q edi. Hayratda qolishdi, ammo yaxshisi mehmonxona yozuvining ortida ularning mashinalari xuddi qanday qo'yishgan bo'lsa shunday turardi. Bu esa hayratlanarli. Ular chiqib ketishga urinishdi va yo'llarida boyagi chiroq chiqdi. Ular chiroqni kuzatishdi va Fotima qisqasi hayratda qoldi va o'zining hayvoni bilan bir erkak kelayotgandi. Ular uni yoniga yugurishdi. Erkak o'zini tanishtira boshladi. Ismi Komron edi. Shunda Fotima hamma bo'lgan voqealarni unga aytib berdi. Komronning yuzi esa juda ham o'zgarib ketdi. Shunda u bir voqeani aytib berdi. Bu yerda, ya'ni mehmonxonada bomba tushgan va bu bomba mehmonxonadagi hammani yo'q qilib tashlagan. Yagona qolgan narsa o'sha chiroq edi. Fotima va Mohir bu voqeani eshitib, katta tezlikda qochib ketishdi. Erkak esa yo'q bo'lib qoldi. Ular uyga borgunishgacha g'alati ovozlarni eshitib borishdi. Fotima uyga borib hammasini onasiga aytib berganida, tabiiyki onasi, hattoki hech kim unga ishonishmadi. Shu voqeadan so'ng Mohir va Fotima yo'qolib qolishdi. Aminmanki, ular hozirgi kungacha yo'q bo'lib qolishgan. Akam Abdumuxtor bilan unchalik yaqin emasman, ammo u aytib bergan voqea haligacha esimda turibdi. Shu narsani unutmang, har doim yorug'likdan uzoqda yuring. Elnur, bu mening do'stim. U juda ham chiroyli edi va doim uni atrofidan qizlar o'ylab borishardi. Mening ismim Suhrob va u bilan tanishishni juda ham xohlardim. Men kollejga o'tdim va qarangki, men u bilan bitta sinfda tushib qoldim. Biz do'stlashdik. U bilan doim uyga ketguncha gaplashib ketardik. Ba'zida undan chirigan go'shtning hidi kelardi. Men buni o'ziga aytishga botin olmasdim va hazil sifatida, menimcha sen tunda baliq ishlab chiqarish markazida ishlaysan-a, dedim. U yuzini hatto o'zgartirmadi ham. Juda ham kuchli ko'rinardi va har safar biz bilan o'tirib ovqatlanayotganda har doimgidan ko'ra ko'proq charchagan ko'rinardi. Yana bir do'stim Shohjahon bilan biz savollarimizga shunchaki javob topisha olmasdik. U bilan har doim qo'l berib so'rashganimda undan juda ham badbo'y hid kelib qolardi va 1-2 kunlab ketmasdi. Men Elnurga hammasi haqida aytganimda u bir pastani oldi va xuddi krem surtgandek surtib qo'ydi. Men hayratda qoldim. Hattoki Elnur ustimdan kulib tashladi. Shunda men nima qilishni bilmay qoldim. Bir kun o'tirganimizda men ko'chadan mish-mish eshitdim. Ularning yoniga chiqqanimda Elnur qamalib chiqqanligi haqida bir ma'lumotni bilib qoldim. Yana bir narsa shuki, undagi qon hidi qayerdan kelishini ham bildim. Uni politsiya qo'lga olganda aniq bo'ldiki, u odam tanalari bilan savdo qilar ekan. U zarar yetkazilmagan tanalarni Darknetda sotardi va politsiya uni hech qanaqasiga topisha olmasdi, chunki u o'zidan iz qoldirmasdi. Shundan so'ng politsiya hammani tergov qila boshladi. Bu orada esa meni do'stim Shohjahon yo'qolib qoldi. Men buni sababini bilmadim, ammo u bu orada topildi. Bir politsiyachi Elnurning xonasiga kirganda Shohjahonni o'lik tanasini topdi. U bir tobut ichiga qo'yilgan, lekin chirimagandi. Uning yonida bir ikkita
tabletga idishlari ham bor edi. Elnur esa juda ham ko'p pul topgandi. U Londondan bir orol sotib olishni niyat qilib qo'ygan edi. Men bu yangilikni eshitganimda juda ham shokka tushib qoldim va nima qilishni bilmay qoldim. Ammo meni bir narsa hech qachon yodimdan chiqmaydi. Elnur bir kuni meni o'z uyiga cho'milish havzasiga cho'milishimizni taklif qilgandi. Agarda men o'shanda ko'lga borganimda nima bo'lardi? Uni cho'milish havzasiga bordik va u juda ham chuqur edi, hattoki tagi ham ko'rinmasdi. Shunda Elnur meni chaqira boshladi. Men nimagadir qo'rqqanim uchun u yerga tushishni xohlamadim. Elnur meni judayam tushishimni xohlayotgandek ko'rinardi. Men bu voqeani eslab qo'rqib ketdim. Shunda men shunchaki suv chuqurligi uchun tushishni xohlamaganimni emas, Elnurning ko'zlarida nimadir ko'rganim uchun tushmadim. Keyinchalik bilib qoldimki, bu qarorim meni butun hayotimni saqlab qolgan. Bo'lmasa, kim biladi, hozir meni ham tanam sotilgan bo'lardi. Va shu narsaga amin bo'ldimki, hech qachon do'stiga ishonish kerak emas.